Siz ko'rib turgan mahsulot bu Beauty Blend. Beauty Blend bu antioksidant ichimlik bo'lib, meva va o'simlik ekstraktlaridan tayyorlangan. Chiroy va yoshlik, terini yaltirish xususiyatlariga ega mahsulot. Tayyor suyuq holatda bo'ladi, uni siz suv bilan aralashtirishingiz shart emas. Xo'p, organizmdagi erta qarishlarni to'xtatadi, kollagen ishlab chiqarishni yaxshilaydi. Tarkibiga keladigan bo'lsak, resveratrol juda kuchli antioksidant hisoblanadi. Ya'ni kapillyar devorchalarni mustahkamlaydi, yuz rangini tiniqlashtiradi, fermentlarni bloklaydi. Melanin moddasi bor bizning organizmda. Ayni shu melanin moddasi ko'payishi hisobiga odam terisida har xil dog'lar paydo bo'lishni boshlaydi. Ayni shuni bloklab to'xtatishda yordam beradi. Keyingi modda fitalin. Shakar qamishdan olingan tabiiy komponent hisoblanadi. Qarishni to'xtatadi, sut kislotasi bilan boy mahsulot hisoblanadi. Ovqat va ichimliklar glikamik indeksini kamaytiradi. Hamda gibiskus ekstrakti, buzina mevalari, limon va apelsin qobig'i, shipovnik mevasi kompozitsiyasidan miks qilingan holatda organizmga yoshlik bag'ishlaydi. Ichish tartibiga keladigan bo'lsak, kun davomida bir marta ovqatdan oldin yoki keyin ichishingiz mumkin bo'ladi. Davomiyligi 2 oydan 3 oygacha hisoblanadi.